Real Madrid remontada qurboniga aylandi. Yana azaliy raqibiga qarshi. Keling, o'yin haqida gaplashishimizdan avval Real Madridning eng katta sahifasi Madridishiga albatta obuna bo'lib qo'ying. Real Madrid 14 daqiqa ichida Mbappening dubli evaziga 2-0 hisobda oldinga chiqdi va birinchi bo'limning o'zida Barselona Realning 2 goliga 4 gol bilan javob berdi. Ikkinchi bo'limda esa Mbappe yana gol urib hisobni qisqartirib hat-trik amalga oshirdi. Lekin Mbappening hat-trigi ham g'alaba qozonishga yetarli bo'lmadi. Ancelottining esa ketishi deyarli aniq bo'lib ulgurdi. Rodrigoda esa hech qanday jarohat va muammo bo'lmasa ham hatto zaxiradan uni tushirishmadi. Lekin debyutant bo'lgan Viktor Munozni maydonga tashladi. Tajriba o'z so'zini aytgan holda birga-bir vaziyatdan foydalana olmadi. Flikka esa katta rahmat. Sababi Ancelottining taktik ayblarini shunchaki ko'rsatib qo'ydi. Qanot himoyachilari Lukas Vaskes hamda Fran Garcia umuman o'ynamadi. Ularning xatosi deb gollar o'tkazdik. Qidirsang ayb chiqaveradi deyishgandek, siz ham jamoamiz bugun ko'rsatgan katta-yu kichik ayblarni sanab keting.